Ha men endi bunaqamanda, men ko'p sayohat qila olmayman, endi senga gapirish oson, o'tirib olib boy bo'lib gapiryapsan va hokazolar deb yashayveradi. Nega? Chunki o'zi yalqovlik qiladi. Hayotini tahlil qilishga, rostakam qarashga, muammosini real tahlil qilishdan qo'rqadi. Ana shu o'zini lучше jabrdiyda holatida yashab, pozitsiyasi shunaqa jabrdiyda, bechorashечка, такой men bechora onaman, men qiynalganman. Uy bekasi bo'lsangiz ham siz shunaqa chiroyli hayotda yashayapsiz, siz farzand katta qilyapsiz. O'sha uydagilaringizga yordamingiz tegyapti. O'zini bechora hisoblaydigan, jabrdiyda pozitsiyasida yashaydigan odamga 1000 instrument bering, 1000 yo'lini ko'rsating, unga bu kerak emas. Dunyoni ayblash eng oson ish-ku. Eng oson ish nima bilasizmi? Dunyodagi eng oson ish birovni ayblash yoki vaziyatni ayblash. Lekin o'zida nima uchun shunday bo'lyapti? Xo'p, shu holatda ekanman, qabul qilaman. Nima qilsam buni to'g'rilay olaman demaydi. Yo'q, chunki ayblash doim oson.